Assalomu alaykum. Bugungi videoda qon bosimini tushirish maqsadida bemorlar tomonidan mustaqil olib ichiladigan, lekin qon bosimini davolashda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan, hattoki bemorga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ba'zi bir dori vositalari haqida gaplashib o'tamiz. Ravnatin tabletkasi Hindistonda va Janubiy Osiyoning ba'zi bir davlatlarida o'sadigan Ravvolfe degan o'simlik bor. Shuni tarkibidagi rezerpin degan moddadan olinadi. Ta'sir mexanizmi shundaki, bu bosh miyadagi sinapslardagi 3 ta asosiy moddani, ya'ni biologik faol moddani bloklashidan kelib chiqadi ta'siri. Birinchisi noradrenalin, ya'ni sinapslardagi noradrenalinning zaxirasini kamaytiradi. Va bilamizki, noradrenalin kamaygandan keyin o'z-o'zidan qon bosimi tushadi, yurak urishi bir me'yor sekinlashadi. Ya'ni qon bosimini 20-25 mm simob ustunigacha pastlatishi mumkin. Lekin buni asosiy zararli tomoni nimada? Bu noradrenalinga qo'shib biz uchun muhim bo'lgan dopamin hamda serotoninni ham bloklab qo'yadi. Ya'ni dopamin nima? Bu dopamin odamning kayfiyatini ko'taradigan, koordinatsiyasini, yurishini, masalan, nazorat qiladigan, nutqini, misol uchun, qo'llar harakatini, odamga motivatsiya beradigan, ruhlantiradigan bir modda hisoblanadi dopamin. Buni yetishmovchiligi bilan kechadigan kasalliklar bor, masalan, Parkinsonizm degan kasallik bor, aynan shuni yetishmovchiligi bilan kechadi. Bu dorini uzoq muddat ravnatinda ichilganda aynan Parkinsonizm belgilari kuzatiladi. Bemorda qo'llar qaltirash, kayfiyati tushib ketishi yoki bo'lmasa nutqda buzilish kabi noxush holatlar kuzatiladi. Keyingi yana bitta zararli tomoni bu miyadagi serotoninni ham zaxirasini kamaytirib yuboradi. Serotonin bilamizki, odamda depressiyaga qarshi kurashuvchi modda hisoblanadi. Ya'ni masalan, bu preparatni ravnatinda uzoq muddat ichilganda bemorda tushkunlik, ya'ni depressiya rivojlanadi. Uzoq vaqt ichilganda. Masalan, antidepressant dorilar bor. Ya'ni tushkunlikni yo'qotadigan dorilar bor. Bular aynan serotoninning miqdorini miyada ko'paytirib beradi. Ravnatin aynan o'sha dorilarda teskarisi, mexanizm bo'yicha shunaqa. Shuning uchun bu dorilarni ichishga tavsiya qilinmaydi. Dorini sifatliligi shunda bo'lish kerakki, u aynan selektiv ta'sir ko'rsatishi kerak. Masalan, hozirgi zamonaviy preparatlar aynan biz maqsadimizga ko'ra ishlaydi. Ya'ni selektiv ta'sir qiladi. Agar shu ravnatin misol uchun aynan noradrenalinni o'zini tanlab turib bloklaganda, bu preparatni ichish mumkin edi. Lekin bu preparat birdaniga biz uchun kerakli bo'lgan moddalarni ham bloklab qo'yadi. Natijada uni zararli tomonlari kelib chiqadi. Qon bosimini davolovchi preparatlarni zimmasiga ba'zi bir shartlar yuklatiladi. Agar shu shartlarga javob bersagina xalqqa taqdim qilinadi. Masalan, birinchi o'rinda nishon a'zolarni himoya qilish kerak. Qon bosimiga qarshi tabletkalar nishon a'zolarni himoya qilmasa, bularni ichish foydasi bo'lmaydi. Nishon a'zolar nima? Masalan, qon bosimi baland yurishi birinchi o'rinda miya, bosh miya nishon hisoblanadi. Ya'ni insult xavfini oshiradi uzoq vaqt baland yurganda. Ikkinchisi yurak. Masalan, qon bosimini baland yurishi kelajakda infarkt xavfini oshiradi. Yoki bo'lmasa 15-20 yillab baland bosimda davolanma yurish natijasida buyrak zararlanadi. Buyrak ham bitta nishon a'zo hisoblanadi. Keyingisi qon tomirida ichki qavat, ya'ni endoteliysi. Endoteliy zararlanishi natijasida davleniya bilan yurgan bemorda kelajakda ateroskleroz xavfi oshishi mumkin. Mana shu nishon a'zolarni himoya qilish kerak qon bosimiga qarshi tabletkalar, lekin ravnatinda bularda birortasi yo'q. Shuning uchun ham buni keng ommaga taqdim qilinmaydi. Undan tashqari uzoq vaqt sinovdan o'tkazilganda o'lim ko'rsatkichini kamaytirish kerak. Ya'ni 5-10 yillab tadqiqotlar o'tkaziladi tabletkani ustida. O'lim ko'rsatkichini qanchadir foiz kamaytirsagina bu tabletkani ichishga ruxsat beriladi. Ravnatinda deyarli tadqiqotlar ham o'tkazilmagan, chunki uni o'zi ta'sir mexanizmidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu hech qanday o'lim ko'rsatkichiga ta'siri yo'q. Shuning uchun ravnatin tabletkasini ichish umumiy taqdim qilinmaydi. Nima uchun bu ishlab chiqariladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Masalan, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar bor. 194 ta, O'zbekiston ham a'zo bo'lgan. Aynan shu davlatlarga bu tabletkani ichish qon bosimini davolash standartidan chiqarib yuborilgan. Faqat bu tashkilotga a'zo bo'lmagan davlatlar, masalan, rivojlanmagan davlatlar bo'lishi mumkin. Afrika davlatlarida bu tabletka narxi arzon bo'lganligi uchun hali ham ichishda davom etadi. Maslahatim, bu tabletkani qon bosimini davolash uchun ichmang. Buni zararli tomonlari ko'p, foydasi deyarli yo'q. Nifedipin hamda farmadipin dori vositalari. Nifedipin 5-10 mg tabletka shaklida chiqariladi. Asosan til ostiga qo'yiladi. Farmadipin bu nifedipinni spirtli eritmas. Ya'ni til ostiga tomizish uchun, ta'sirini yana ham tezroq qilish uchun buni spirtli eritma shaklida chiqarilgan. Bu dori vositasini asosiy ta'sir mexanizmi arteriya va arteriollardagi kalsiy kanallarini bloklashi natijasida arteriyalarni kengaytiradi. Ta'siri juda tez boshlanadi, lekin qisqa bo'ladi. Bu preparat ilgari 7-8 yil oldin keng qo'llanilgan, lekin uzoq vaqt tadqiqotlar natijasida bu hech qanday o'lim ko'rsatkichini kamaytirmagan, qaytaga salbiy ta'sirlari ko'zga tashlangan. Masalan, qon bosimini
baland qon bosimi davrida asosan buni til ostiga tomizib yuriladi ko'pincha. Baland qon bosimi davrida masalan 200 dan oshiq qon bosimi davrida miyada qon tomirlar torayganligi hisobiga miyaga qon borish kamayadi. Mana shu davrda qon bosimini birdaniga 30, 40, 50 mm simob ustunidan ortiq darajaga pasaytirsak, masalan 220 ni 150 ga tushiradigan bo'lsak, bemorda ikkilamchi ishemiya rivojlanadi. Ya'ni qon borishi yana ham kamayadi miyaga va natijada ishemik insult xavfi oshadi. Aynan farmadipin hamda nifedipin preparatlarida shu xususiyat bor. Ya'ni dozani nazorat qilish qiyin. Qon bosimini 220 dan 160 ga birdaniga tushirib yuborish ehtimoli bor. Shuning uchun bu preparat masalan ishemik insult xavfini oshirganligi sababli, lekin qon bosimini uzoq muddat davolashda hech qanday samaraga ega bo'lmaganligi uchun Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bu preparatni oxirgi standartlardan chiqarib tashlagan. Shuning uchun bu tabletkalarni ham yoki tomchini uzoq vaqt qon bosimini davolash uchun tavsiya etilmaydi. Captopril dori vositasi asosan tabletka shaklida chiqariladi. Ta'sir mexanizmi inhibitor APF deymiz, ya'ni qon tomirlarini kengaytiruvchi vosita hisoblanadi. Buni keng miqyosda qo'llashga tavsiya etilmaganligining sababi bu asosan qisqa ta'sir qiladi, tez boshlanadi, qisqa ta'siri. Masalan, qon bosimi bor bemorlar bir kunda 3 ta yoki 4 ta tabletka ichishga to'g'ri keladi. Misol uchun yurak urishini sekinlashtirgani, qon bosimini tushirgani, qonni suyultirgani. Lekin bu tabletkani 3 mahal o'sha tabletkalarga qo'shish bu bemorga noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun bu tabletkani hozirgi kunda farmadipin hamda nifedipinning o'rniga til ostiga qo'yish, ya'ni baland davleniya vaqtida, baland qon bosimi vaqtida til ostiga qo'yish tavsiya qilinadi. Masalan, tez yordamda birinchi yordam ko'rsatish maqsadida shu tabletka til ostiga qo'yish maqsadga muvofiq. Chunki masalan 240 davleniya vaqtida buni til ostiga qo'yilganda dozani nazorat qilish oson. Qon bosimi birdaniga pasayib ketmaydi, asta-sekinlik bilan tushadi hamda ishemik insultni oldini olinadi. Lekin doimiy ichishga tavsiya qilinmaydi. Endi farm sanoatida ham bir shunday xususiyat borki, har bitta dori ishlab chiqarilganda undan keyingisi oldingisiga nisbatan sifatliroq bo'ladi. Masalan, xuddi telefon yoki mashina singari dorilarda ham shu xususiyat bor. Bu tabletka birinchi ishlab chiqarilgan, ta'sir muddati qisqa, hozirgi kundagi prolongirованный tabletkalar deymiz, aynan ta'sir muddati uzaytirilgan. Captoprilga qaraganda shu tabletkalarni ichib yurish maqsadga muvofiq. Masalan, aytaylik, oddiy pensilinni nazarda tutadigan bo'lsak, antibiotiklarning eng birinchi ishlab chiqarilgani bu pensilin. Pensilin ta'sir muddati qisqa. Misol uchun 6 soatgacha ta'sir qiladi, lekin ta'sir kuchi kam. Undan keyin misol uchun ampitsilin ishlab chiqarilgan, ta'sir muddati ozgina uzaytirilgan. Keyingisi masalan sefazalin preparati, undan keyingi chiqqani 3 mahal olsa bo'ladi, 8 soatgacha ta'sir etadi yoki ceftriaxon undan keyingisi 2 mahal olsa bo'ladi, ta'siri ham kuchliroq. Yoki cefepim 1 mahal olsa bo'ladi. Bu antibiotiklarda ham xuddi shu xususiyat bor. Ya'ni keyingi ishlab chiqarilganligi birinchi o'rinda zarari kam bo'ladi. Ta'sir muddati uzoq bo'ladi va ta'sir kuchi kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun Captopril ham hozirgi kunda aynan pensilinning o'rnidagi dori desak ham bo'ladi. Ya'ni ta'siri juda ham qisqa. Shuning uchun uzoq muddat ichishga tavsiya etilmaydi. Atenolol preparati asosan qon bosimini davolashda ishlatiladi, standartda bor, ichishga yaroqli bo'lgan tabletka. Lekin buni aytishimdan maqsad bu preparat haqida ko'pchilik buni narxi arzon bo'lganligi uchun o'zi mustaqil olib ichib yuriladi. Preparatni asosiy ta'sir mexanizmi yurakdagi beta 1 adrenalin retseptorlarini bloklaydi. Ya'ni sodda qilib aytganda adrenalinni yurakni himoya qiladi. Atenololda keyingi chiqqan avlodi bu bisoprolol, ya'ni Concor deymiz, bisoprolol preparati. Atenolol bisoprololga qaraganda ancha zaif hisoblanadi. Chunki buni selektivligi, ya'ni aynan beta 1 ni tanlab bloklashi bisoprololga qaraganda ancha kuchsiz. Bu nima kelib chiqadi bundan? Masalan, bronxdagi beta 2 retseptorlarni ham bloklashi natijasida bronxlarda torayish bo'ladi, ya'ni bronxospazm kelib chiqadi yoki bronxial astma yoki Hobel xurujlarini kuchaytirib yuboradi. Yoki bo'lmasa oshqozon osti bezidagi beta 2 ni ham bloklab qo'yadi. Qo'shib beta 1 ga nisbatan qo'shib turib bloklab qo'yish natijasida insulin ishlab chiqarish kamayadi va qandli diabetni bor bemorlar uchun bu preparat tavsiya qilinmaydi. Bu preparat asosan yurak urishini sekinlashtirish hisobiga qon bosimini tushiradi. Masalan, qon bosimini rivojlanishda asosiy 3 ta mexanizm bor. Birinchisi yurakni zarb hajmi oshishi, ya'ni yurak urishini tezlashishi. Ikkinchisi qon tomirlarida torayishi, ya'ni umumiy periferik qarshilikni ortishi. Uchinchisi organizmdagi umumiy suyuqlik hajmini ko'payib ketishi. Asosan shu 3 ta mexanizmdan kelib chiqadi qon bosimi. Endi bu yerda shifokor shu 3 ta mexanizmdan qaysi biri kuchayib ketganligiga qarab turib dori tanlab beradi. Masalan, bemorlar ko'pincha yurak urishi o'zi 50 tadan past bo'lsa ham atenololni uzoq muddat ichib yurgan holatlarni ko'ramiz. Agar sizda yurak urishi tezlashishi hisobiga, ya'ni yurakning zarb hajmini oshishi hisobiga qon bosimi ko'tarilayotgan bo'lsa, aynan shu zveno ko'tarilib ketgan bo'lsagina atenolol ichishingiz mumkin.
Lekin yurak urishingiz sekin bo'lsa yoki yurakda blokada bo'lsa, qandli diabet yoki bronxospazm, obstruktivniy bronxit kabi kasalliklarda atenolol ichish umuman tavsiya qilinmaydi. Asli atenololdan ko'ra bisoprololni selektivligi ancha yuqori, sifati yuqori va ta'sir muddati uzoq, masalan 24 soatgacha ta'sir qiladi. Lekin atenolol ta'siri qisqa va selektivlik jihatdan anchagina zaif hisoblanadi. Amlodipin preparati asosan 5-10 milligramlik tabletka shaklida chiqariladi. Qon bosimini davolash standartida bor. Qon bosimiga ta'siri yaxshi, nishon a'zolarni himoya qiladi. Faqat buni bu tabletka haqida aytishimdan maqsad, buni ham ko'pincha xuddi atenololga o'xshab noto'g'ri maqsadlarda ichiladi va bemorlar tomonidan noto'g'ri usulda ichiladi. Preparat ta'sir mexanizmi asosan arteriyadagi kalsiy kanallarni bloklash natijasida arteriyalarni kengaytiradi va qon bosimini tushiradi. Preparatni o'zini mustaqil holatda juda kamdan kam holatda ichiladi. Ya'ni amlodipinni o'zi monoterapiya sifatida ichish juda ham kam uchraydi. Buni zararli tomonlari ko'p. Masalan, amlodipinni eng ko'p zararli tomoni arteriyani kengaytiradi, lekin venaga ta'siri yo'qligi sababli o'sha joyda suv bosimi oshishi natijasida to'qimaga suyuqlik chiqib ketadi. Ya'ni oyoqlarda shish paydo bo'ladi. Masalan, surunkali yurak yetishmovchiligida amlodipinni o'zini qo'llash xavfli hisoblanadi. Masalan, o'pkada ham dimiq shish paydo qiladi. Shuning uchun amlodipin preparatini yagona o'zini emas, boshqa preparatlarda tarkibida chiqariladi. Masalan, aytaylik, Amlessa yoki Lartenza kabi preparatlar. Bunaqa preparatlar juda ham ko'p. Tarkibida ham amlodipin bor, ham masalan Lazartan bor yoki Perindopril bor yoki ozgina siydiruvchisi bor. Aynan amlodipinni ta'sirini, zararli ta'sirini bartaraf qilish uchun shunaqa shaklda chiqariladi. Shuning uchun amlodipinni o'zini ba'zi bir holatlardagina ichish mumkin xolos. Bularga masalan sistolik gipertenziya, misol uchun qon bosimini yuqori qismi baland, 170, past bo'lishi mumkin. Masalan 170 ga 70 bo'lishi mumkin qon bosimi. Mana shu vaqtda amlodipinni berish maqsadga muvofiq, ya'ni asosan arteriyani kengaytirganligi uchun qon bosimini yuqori qismini pasaytiradi. Yoki bo'lmasa bemorda yurak urish soni pastlab ketgan bo'lib, qon bosimi baland bo'lishi mumkin. Masalan, yurak urish soni 50 tadan pasayib, qon bosimi ko'tariladigan bemorga aynan amlodipin preparati berilsa, bu reflektor ozgina yurak urish sonini tezlashtiradi va qon bosimini tushirib, ikkalasini normallashtiradi. Mana shu holatda amlodipindan foydalanish mumkin. Yoki bo'lmasa, masalan, boshqa antigipertenziv preparatlarga bemorda qarshi ko'rsatma bo'lsa yoki buyrak yetishmovchiligi bo'lsa yoki qandaydir allergik jarayonlar bo'lsa, majbur amlodipinni o'zini mustaqil bersak bo'ladi. Yoki stenokardiyani ba'zi bir turlari bor, masalan parenkimatal stenokardiya deymiz yoki vazospastik stenokardiya deymiz. Aynan yurakda arteriyalari torayib qoladi. Mana shu vaqtda amlodipindan mustaqil foydalanishimiz mumkin. Lekin boshqa vaqtlarda asosan qon bosimini tushirishda buni monoterapiya sifatida, ya'ni yagona o'zini berish to'g'ri emas. Boshqa preparatlar bilan kombinatsiya qilingan shakllarini bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, videoda barcha preparatlarni ichishdan oldin albatta kardiolog bilan maslahat qiling. Preparatlarni o'zboshimchalik bilan ichish bu qaysidir a'zoga zarar yetkazish ehtimoli bor. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling. Agar biror savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.